Assalomu alaykum hammaga qadrli do'stlar. Let's go. Do'stlar, hamma ko'pchilik patent olish qanday bo'lyapti, shu haqida video qiling debdi do'stlar. Patent olish tartibi shu oldingi videolarimga aytib o'tganimdek, siz Rossiyaga kelasiz va patent olish uchun rus tilini ozgina muloqot darajasida bilishingiz kerak va Rossiyada o'sha yo'nalishi, masalan, davlati haqida ozgina ma'lumot bilishingiz kerak. Bayroq, gerb, u qachon tashkil topgan, nima qilingan, qanday, kim tomonidan, shunaqa narsalar, prezidentlar haqida, qachon kim bo'lgan, nechanchi yildan nechanchi yilgacha shular. Undan tashqari sizda eng muhim bo'lgan narsa, patent olganingizdan keyin patentingizni har doim yoningizga olib yuring. Men ko'p aytaman, patent har doim yoningizda bo'lsin. Ko'pchilik musofirga aka-ukalar patent yonida bo'lmaydi. Shu sababdan ular borib FNSga tushgan narsa bo'ladi, ishlari juda ana shunaqa bo'lib ketadi. Undan keyin ular nima qilishini bilmay qolishadi va borishadi, ularda militsiyalarda 5000-6000 rubl pulni olishadi, ularni qo'yib yuborishadi. Patentini ko'rsatganidan keyin orqasidan kimdir boradi unga ovora bo'lib. Shunday bo'lmasligi uchun patent oldingiz har doim cheklar bilan yoningizga uring. Registratsiya qog'oz, patentingiz yoningizda bo'lsin, qadrli aka-ukalar. Mendan sizlarga shu narsa ayta olaman. Agarda ushbu video sizga juda bo'lmasa ozginasiga foydali bo'lgan bo'lsa, ushbu kanalda bir dona like, podpiska bosing, Atlichniy show kanaliga obuna bo'ling. Xudo xolasa yaqinda Ruh Fighting bilan shartnoma qilishim mumkin. Agarda u turnir bilan shartnoma qilsam, men sizlarda konkurslar e'lon qilaman va xudo xolasa barcha musofirlarga partisha qilaman degan niyatim bor. Let's go. Hammaga salom Moskva oblastdan.